Welcome back everyone. Bugun sizlar bilan Topic Titki 9-12, 13, 16 savollarni birma-bir tahlil qilib chiqamiz. O'tgan darsda Topic ilk titki imtihonida qanaqa savollar tushishi, hammasi 50 tagacha hammasini so'rab ko'rsatib qo'ydim. Bugun sizlar bilan shu 9-12 savollarni ko'rishni boshlaymiz. 4dan 8 savolgacha iochil mal, ya'ni davom ettirilishi mumkin bo'lgan gapni topish kerak bo'lsa, 9-12 savolda iochil hengdong, ya'ni davom ettirilishi mumkin bo'lgan harakatni topishimiz kerak. Ya'ni dialog yakunlangandan keyin nima bo'ladi? Savol mana bunday bo'ladi. Timetable chaltikku yojaga animyon namjaga yo'so hal hengdongru almajin go'su ko'rishibshu. Ayol yoki erkak davom ettirishi mumkin bo'lgan harakatni toping. Kim birinchi bo'lib kim gapiryapti? Aynan ana shu odam odatda davom ettiradi. Chega halkayo, ilkayo, taklif, talab va hokazolar bo'lishi mumkin. Darhol keyinni tanlang. Davomida nima bo'ladi? Hozir qilingan ish bo'ldi, keyin nima bo'ladi? Chigim, paru, monjo bilan aytilgan harakat eng kuchli nomzod bo'ladi. Mana davom eshitib ko'raylik chiqani. 다음 주 회의실 예약했어요? Keyingi hafta uchrashuv bo'ladigan joyni bron qildingmi? 깜빡했어요. Esimdan chiqib qoldi. 지금 바로 예약할게요. Hozir yeyak halkayo, haligi bron qilaman deyapti. 그럼 저는 참석자들에게 안내 메일을 보낼게요. Bo'lmasam men qatnashuvchilarga email jo'nataman deyapti. Demak, kim davom ettiradi harakatni? Namja davom ettiradi, chunki qiz nima qilishini aytib bo'ldi. Endi agar yojaga degan bo'lsa, yojaga, namjaga degan bo'lsa, namjaga. Hozir yojaga bo'lsa, nima qiladi? Email jo'natadi. Namjaga yochil hengdong nima bo'ladi? Heishilni yeyak qilish bo'ladi. Endi namjaga yo'sa hal hengdong desa, heishiril yoki yojaga bo'lsa, meyril ponenda degan javob bo'ladi. Endi mana realiy savolni eshitaylik. 손님, 죄송하지만 이 신발은 지금 매장에 없습니다. Hurmatli mijoz, uzr, lekin hozir bunaqa oyoq kiyim bizda yo'q magazinda. 창고에 있는지 확인해 볼까요? Omborda bor yo'qligini tekshirib ko'raymi? 네, 부탁드려요. Ha, iltimos qilaman. 저는 그동안 다른 신발을 좀 보고 있을게요. Men bu vaqt davomida boshqa oyoq kiyimlarni ko'rib turaman. Xo'p, erkak kishi davom ettirish kerak bo'lsa nima bo'ladi? Omborga tushib tekshirish. Ayol kishi davom ettirish kerak bo'lsa nima qiladi? Boshqa tuflilarni ko'rib turish. Endi nima bo'lyapti? Namjaga, ya'ni erkak kishi davom ettiradigan harakatni topish. Nima bo'ladi? Omborda poyabzal borligini tekshirish bo'ladi. Xuddi shunday tartibda bu savollar turi davom etadi. Noto'g'ri variantlar qayerdan keladi? Avvalambor namja bilan yojani almashtirib qo'yishimizdan, endi o'zimiz bilmagan ravishda kim nima qilishini o'sha oldindan o'ylab savolga yaxshilab e'tibor bermay qolamiz ba'zida, namja yoja deb. Allaqachon qilingan ishni ham belgilab qo'yamiz ba'zida. Masalan, boya aytdi, men mail jo'nataman, esimdan chiqib qoldi. Masalan, o'sha yerda heishilni yak qilding desa, ha, yak bo'ldim. Borib joylashuvni ko'rib kelishim qoldi desa, endi biz bu yoqda javobda namjaga yo'chil mal hengdong desa, yak qilish degan bo'lsa, u xato, chunki allaqachon yak bo'lgan. Keyingi qiladigan ishi borib ko'zdan kechirish edi. Xuddi shunaqa. Masalan, uzoq reja bo'lsa, time cho'y najonge bo'lsa, hal qilinadigan ish emas. Najonge halkayo desa, demak u yo'chil hengdong emas, ya'ni davom ettirib bu ish harakatni amalga oshirmayapti. Boshqa ish harakatlarni qilib keyinchalik qilaman deganini bildiradi. Shularga e'tibor berishimiz kerak. Yana bitta savol eshitamiz. 공연표는 예매했어요? Tadbirga o'sha
tiketni chiptani bron qildingmi? 네, Ha, 어제 2장 예매했어요. kecha 2ta yeyak qildim. 그런데 공연장까지 어떻게 가는지 아세요? Lekin u yerga qanday borishni bilasanmi? 잘 moru겠네요. Yaxshi bilmayman. 제가 지금 지하철 노선을 찾아볼게요. Metroni liniyalarini qidirib ko'raman deyapti. Yo'jaga nima qiladi endi? Albatta, metro yo'nalishini qidirib ko'radi. Tomosha chiptasini band qiladi. Yo'q, band qilib bo'lingan. Erkak kishi qilgan, chalkashishimiz mumkin. Tomosha zalida erkak kutadi, u keyinchalik bo'ladi, bo'lishi ham aniq emas. Ikkita chiptani qaytaradi, yo'q, unaqa gap ketmadi. Shuning uchun mana shu javob bo'ladi. Demak, ko'rib turganimizdek, savollar mana shu tartibda bo'ladi. Masalan, 10, 11, 12 bo'lyapti. Xuddi shunday aralash turdagi savollar tushadi. Menimcha hammaga tushunarli. Endi keyingi savol turi 13, 16. Mazmun mosligi neon ilchi. Ilkida ham bordi. Berilgan yozuvdagi o'sha qaysidir insho paragrafchalardagi mazmunga aynan ichidagi biron bir faktga mos faktning javobini tanlashimiz kerak. Bu yerda endi insho berilmaydi. Insho o'qiladi, aytiladi. Biz eshitib aynan o'shanga mos xabar faktni tanlashimiz kerak. Ketdi. 4 ta manba, 4 ta savol bo'lishi mumkin ekan. Teva suhbat, Anne Pankson e'lon, News Body yangilik, intervyu. Quloq bilan Soga Pop yo'q qilish metodi. Eshitib yo'q qilib boraversak bo'lar ekan javoblarni. Keyingi qadamda eshitayotganda har bir variantni tekshiramiz. To'g'ri javob deyarli hech qachon audio so'zlarni aynan takrorlamaydi, ya'ni o'zida ko'chirib qo'ymaydi. Sizda nimasidir almashgan bo'ladi, biz shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana savol. Amaliyot 14-tur Anne Pankson. Daimil tutku terin neonga kattin go'zal ko'rishibdi. Eshitib faktiski aytilgan narsani top deyapti. Nima javoblar? Savdo markazi bugun kechki 8 gacha ishlaydi. Qish kiyimlar maksimal 30 soat chegirma. Chegirma maydoni birinchi qavatda, yoz kiyimlar chegirmada sotilyapti. Endi eshitamiz. 고객 여러분께 안내 말씀드립니다. Hurmatli mijozlarga e'lonni aytib o'tay. 저희 백화점은 오늘 밤 8시까지 영업합니다. Bizni shu do'konimiz Yodolpshipan deyapti, 8:30 gacha ishlaydi. 지금 Kechki 3층 행사장에서는 3-etajda deyapti. 겨울 옷을 최대 50% 할인된 가격으로 판매하고 있습니다. Qishki kiyimlarni 50%gacha chegirmada sotilyapti. 많은 이용 바랍니다. Ko'pchilik kirishini kutib qolamiz. Qish kiyimlar 30%mi? Yo'q. Kechki 8 gachami? Yo'q, 8:30 gacha. Chegirma maydoni birinchi qavatdami? Yo'q. Yozgi kiyimlar chegirmada sotilyaptimi? Yo'q. Demak, men qayerdadir adashdim. Qaytadan eshitib ko'raychi. 고객 여러분께 Aslida 2 marta eshitish mumkin emas. 안내 말씀드립니다. 저희 백화점은 오늘 밤 8시까지 영업합니다. Yodolpshipan deb xayolimdan ketib qolibdi. Yo'q. Pam Yodolpshikatchi, ya'ni kechki 8 gacha ishlaydi. Demak, shu birinchi javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, yana nima ma'lumotlar? E'lonlar hamma joyda bir xil gapiradi. Ochilish, mag'iz, yopilish. Ko'gak yorobunki deb boya ochib berdi. Vaqt, joy, manzil haqida keyin aytdi, keyin yopilish. Shunday nimadir qilishingizni kutib qolamiz deganda taklif, munosabat bildirdi. Ob-havo ham shu turga kiradi. Masalan, ketdi. Metro e'loni. 승객 여러분께 안내 말씀드립니다. Hurmatli yo'lovchilar, 오늘 오후 2시부터 4시까지 시설 점검 공사로 이 역의 3번 출구를 이용하실 수 없습니다. bugun soat 2dan soat 4gacha qurilish bo'lishi sababli 3-Sambon chulgu deyapti. 3-chiqishni foydalanish mumkin emas. 4번 출구를 이용해 주시기 바랍니다. 4-chidan 불편을 드려서 foydalaning. 죄송합니다. Noqulaylik uchun uzr. 승객 여러분 4-chidan foydalaning, noqulaylik uchun uzr. Iyun Halsotda birinchisi to'g'ri bo'ladi. Metro 2 soat qatnamaydi. Metro emas, aynan chiqish yo'lagi ishlamaydi. Metro qatnayveradi.
To'rtinchi chiqish ta'mirlash sababli yopiq yo'q. Uchinchi chiqish ta'mirlash kecha tugagan yo'q, endi bo'ladi. Shunday qilib javob topamiz. Xo'p, yana bitta savol ko'rsak, shu bilan menimcha hammasi tushunarli bo'ladi. News haqida eshitaylik chiqani. Newsda nima deyapti? 사건 소식입니다. Yomon xabar. 오늘 새벽 시내의 한 도로에서 눈길에 차가 미끄러지는 사고가 있었습니다. Ertalab shu shaharning bir qaysidir yo'lda sirpanish oqibatida yo'l harakati holati kelib chiqdi. 다행히 다친 사람은 없었지만 이 Jarohatlangan 사고로 yo'q. 출근 시간에 2시간 가까이 길이 막혔습니다. Bu jarohatlanganlar yo'q, lekin shu sababli yo'l probka bo'lib qoldik. Ertalab 2 soat deyapti. Chulginshigan ishga borish vaqtida. 경찰은 눈이 올 때는 속도를 줄여서 운전해 달라고 당부했습니다. O'sha militsiyalar xodimlar qor yog'di, iltimos sekinroq haydanglar deb yaxshilab gapirdi. Politsiya tez haydashni so'radimi? Yo'q. Yo'l 30 daqiqa tiqilib qoldimi? Yo'q. Falokat kecha tushdan keyin yuz bergan? Yo'q. Falokatda jarohatlanganlar bo'lmagan, to'g'ri. Hammasida birinchisi to'g'ri ketyapti, lekin bu degani imtihonda ham shunday bo'ladi degani emas. Shunga yaxshilab e'tiborli bo'lasizlar. Hop. Titkida ham, ilkida ham birdan 16-savollargacha hammasini ko'rib chiqdik. Oldingi videolarni ham ko'rsalaringiz bo'ladi. Xo'p, endi shu joydan boshlab asosan topikning boshqa jihatlariga, strategiya, taktikalari va nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi kitoblardan o'qish kerak va hokazolar. Shularni ertaga reja qilib, yangi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz shu yerda yakunlanadi. Anyangi keshib shu.